Abduqodir Husanov Manchester City'da qancha pul topadi? Hamyurtimiz shaharliklarda eng ko'p maosh oladigan o'zbekistonlik futbolchiga aylanadi. Uning yillik maoshi 3,5 million yevroni tashkil qiladi. 40 million yevro evaziga Lansdan Man City'ga o'tgan 20 yoshli himoyachining shaharliklar safidagi oylik maoshi 290 ming yevroni tashkil qilsa, haftalik maosh 67 ming yevro, kunligi 9,5 ming yevro demakdir. Endi buni so'mda hisoblaydigan bo'lsak, shunday bo'lar ekan. Yiliga 47 milliard so'm, oyiga 3 milliard 9 million so'm, haftasiga 904 million so'm, kuniga 128 million 800 ming so'm, soatiga esa hatto uxlasa ham 5 million 366 ming so'm pul topadi. O'tgan safar Abduqodirning transfer puliga Toshkentda nimalar berishni hisoblagandik. Endi esa uning yiliga topadigan puliga quyidagilarni sotib olish mumkinligini ayta olamiz. 391 dona Gentra mashinasi, 587.500 kilogramm mol go'shti, 3350 dona iPhone. Video yakunida yana bir gap. Do'stlar, bizga birovning puli qiziq emas. Bu misollarni juda ko'p davom ettirishimiz mumkin. Shunday ekan, negativ bo'lmaymiz va qaytanga bundan motivatsiya olishga intilamiz. Like bosing, obuna bo'ling va albatta izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring.